Hammaga salom, sizlar bilan men Mir Sariboyev. Bu meni yangi nikim. Sizlar bilan hozir shunaqa ko'rinmas oyoq, ko'rbuloq deb aytaman. Figura, har xilcha tanalar qilishni o'rganamiz. Buni faqat chitvarlar qila oladi. Chitvarlarda metada chiqadi. Shunga kirib J10 deb yozamiz. Mana eng pastida chiqadi. Jerga Brookhaven deb o'shani eng tepasini bosamiz. Mana shunaqa chiqadi. Inglizda bosamiz. Sizlarda ham mana shunaqa chiqadi. Keyin mana shunday chiqadi. Astirlasin. Bundan bitib qolgan, bemalol gapira olmayapman. Mana keyin mana shuni bosamizda pastga tushirsanglar avatar degan chiqadi. O'sha yerdan yo'q, pastidan Buddhist o'shanga kirasizlar. Mana ko'rbuloq, o'ng oyoq, chap oyoq. Masalan, men o'ng oyoqdan, chap oyoqdanmanda getni bosasizlar. Mana chap oyoq ko'rbuloq bo'ldi. Mana bittasi keyinga kiramanda. Mana o'ng oyoqni ko'rbuloq qilaman. Mana ko'rbuloq. Headless qilishni o'rganamiz. Headless tepasida mana Invisible Head, Slender Alien, Blue Eyes. Blue Eyes ham yaxshi. Ingliz tilini yaxshi bilmayman. Az devam ettiramiz. Selam. Yetti vada avaman. Endi pastga tushamiz-da. Endi mana shu yerdan buni bosamiz. Masalan, birni bosamiz. Mana figura. Ko'rbuloq qilish o'rgatman. Tepada nikni rang-barang qilish mana. Masalan, mana tepam qarasanglar, buni ham J10dan qilsa bo'ladi. Afk yo'q, afk emas. Qani, teleport fun. Stop beraman birpasda. Mana playerga kirasizlarda klik degan chiqadi. O'shani bitta bosasizlar. Keyin buni ham bitta bosasizlar. Mana tepa rang-barang bo'ladi. Yana uni o'rgataman. Chatda fli qilishni, flini chatda qilishni o'rgataman. O'sha jonga kirasizlar. Afk degan joy chiqadi. Mana afk. Script Infinity Yield. O'shani bosib turasizlar. Mana bu yerda chiqadi. Hozir menda qilingan shunga bitta narsa chiqadi. Boshqadan qilay. Chiqish kerak yana bosam. Menda chiqmayapti qilingani uchun. Mana shu yerda chiqadi. Keyin chatda mana bunday qilish kerak. Mana nuqta virgul. Yana nimalar o'rgatishim kommentga yozib qoldiringlar. Hozir ko'raman. Mana shunaqa emojis qilishni o'rgataman. Mana xil emojislar bor.
buni ham yo'q bu joyda emas. Chitilarga kirasizlar. Emotes deysizlar. Keyin emote script chiqadi. O'shani bosasizlar. Mana bunaqa foyda bo'ladi. Mana shundan o'tkazib qilaverasizlar. Va video tugadi. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar.